Shuncha urug' ekkanman, pochka urug'. Lekin bu pochka urug' boshqacha ekan. Boshqacha deylik, bizning havomiz, iqlimimiz haqiqatan ham issiq. Yarim sel ko'p bo'ladi bizda. Chidamli, yarim selga ham, suvga ham chidamli ekan. Mana bu suv bizda uzilib qoladi bir oylab. Biroq uzilgan vaqtda ham suvga ham chidamliroq. Necha yildan beri shu aynan piyoz sohasida dehqonchilik olib borasiz faoliyatingiz? 15 yilda o'tib qoldi. 15 yilda ichidagi bir yaxshi bir sizga uchragan urug'larni, sizga to'g'ri kelgan urug'larning eng yaxshilaridan biri bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Hozir chempion haqiqiy o'zini bir chempionligini ko'rsatib turibdi hozir bizga o'zini namoyish etib. Gap bo'lishi mumkin emas. Tavsiya qilaman chempion bemalol olib ekishlarini. Aytaman, suvga ham chidamliroq dehqonlarimizga tavsiya qilaman. Hosildorligi ham mana men 9 kilo ekordim, biroz qalinroq bo'ldi lekin. 8 kilo eksa undan ham yaxshiroq bo'ladi. Yana ham kattaroq, siyrakroq bo'lib galak bo'ladi. Holatlari juda